Xabarlar. Assalomu alaykum, studiyada Jasurjon Devxonov. Bugungi kunda mamlakatimizda buyuk ajdodlarimizning ilmiy ma'naviy merosini asrash, o'rganish va targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda tarixiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, allomalarimiz merosini tadqiq etish va ularning asarlarini keng ommaga yetkazish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining buyuk vatandoshimiz hadis va tasavvuf ilmining yetuk namoyandasi Hakim Termiziy tavalludining 1200 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Madaniy meros agentligi axborot xizmati bosh mutaxassisi Ahrorbek Xayrullayev ma'lumotlari mavzuni davom ettiradi. Mazkur qaror buyuk allomaning boy ilmiy va ma'naviy merosini yanada chuqur o'rganish, uni xalqimiz va xalqaro ilmiy jamoatchilik o'rtasida keng targ'ib etish, yosh avlodni ezgu qadriyatlar va ilm ma'rifat ruhida tarbiyalashga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Husan ibn Bashir Hakim Termiziy nafaqat Mavron-Nahr, balki butun islom olamida yuksak e'tirof etilgan buyuk muhaddis, mutafakkir va tasavvuf ilmining yetuk namoyandalaridan biridir. Uning hadis ilmi, tasavvuf falsafasi va islomiy tafakkur rivojiga qo'shgan hissasi bugungi kunda ham o'z ilmiy va ma'naviy ahamiyatini saqlab kelmoqda. Siz xabarlar dasturini tingladingiz.